Qarshisida hamkasbim To'xtooy Yo'ldosheva hamda men Sirojiddin O'sarov. Bugun iqtidorli yoshlarimiz ilm-fanning barcha yo'nalishlarida katta zafarlar qozonayotgani avvalo ularga davlat rahbari tomonidan berilgan imkoniyat va yaratilgan sharoitlar mahsulidir. O'tgan yil Buxoro shahridagi 12-umumta'lim maktabi o'quvchisi. Bugun u tahsil olayotgan maktabda uning o'nlab izdoshlari bor. Muxbirimiz ta'lim maskanida bo'lib, yosh ixtirochilar bilan uchrashdi. Ta'lim sohasida robototexnika qo'llansa, bolalar atroflicha fikrlash, mustaqil qaror qabul qilishni o'rganishi oson kechadi. Aniq fanlar bo'yicha olgan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llaydi. Bunga 5-sinf o'quvchilari tomonidan yaratilgan mana bunday kichik kashfiyotlar yorqin misol. Maktabdan 5 paytlarimda maktabda tashkil etilgan robototexnika to'garagiga qatnashaman. To'garakda biz turli xildagi texnika vositalari, mashina, ekskavator, o'yinchoqlarni yasaymiz. Darslar tugashi bilanoq bu bolakaylar maktablarida tashkil etilgan robototexnika to'garagiga oshiqadi. Axir u yerda hamisha qiziqarli kashfiyotlar uchun g'oyalar amaliyotda qo'llanib ko'riladi. To'garak a'zolarining har biri allaqachon kichik kashfiyotlarga qo'l urgan. Bu to'garakka kelib men ekskavator, tanka va mashina yasadim. Bu robot alisali bo'ladi, keyin qimirlaydi, ko'zlari yonadi, alisali bo'ladi, siz bilan savol-javob qiladi. Yuriydi. Qo'llantirish maqsadida to'garak tashkil qildi va hozirgi kunda maktabimizning 5, 6, 7-sinf o'quvchilari ushbu o'quvchimizning to'garagiga qatnashib, chiroyli maketlar, o'zi harakatlanuvchi robotlarni tayyorlab, o'zining iqtidorlarini ko'rsatib kelmoqda. Quvonarlisi, viloyatdagi maktablarda bu kabi to'garaklar soni oshmoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan Buxoro shahridagi 4-chi, Peshku tumanidagi 1-chi, Vobkent tumanidagi 40-chi, Qorako'l tumanidagi 15-chi va G'ijduvon tumanidagi 45-umumta'lim maktablarning har biriga 2 to'plamdan iborat robototexnika qurilmalari yetkazib berildi. Endilikda ushbu muassasalarda robototexnika to'garaklarini tashkil etish orqali fizika, matematika, informatika darslarini chuqurroq o'rganish, yoshlarning teran fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, jamiyat hayotida o'z o'rinlarini topishlarda juda katta ijobiy o'zgarishga erishish mumkin. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro. Hakim Bobova 5-sinf o'quvchilari 12-maktab. Meni taplagan Hakim Bobova 5-sinf o'quvchilari 12-maktab.